Biz bugün usul oynaydigan umaq kichik mantı qilamiz ha. Mana bir qarab yeyinglar kavatamda. Voy aytgandan bir atal yemamdim, birini yap qo'yib ketganman, nima ish qilyapsiz deb chaqirib bundaqa tatib qo'y degan gunoh menda. Buning o'lchimini sizlar o'zgartirmasanglar bo'ladi. Ham mushloq shaklda qilsanglar bo'ladi. Shundaq shirinlik chiqqanda tatisi mandonzo bilan asta ketadi. Men buningga ximir turush, podafin, shakar soldim. Masalan, podafin solmasanglar bo'ladi. Ximir chuqur bo'sh bo'lish kerak. Azroq qo'ymay sabatda. Mantı aqam yumshoq chiqadi. Buni siliq holatga kelib ikkisi bo'ldiramiz. Bak qiymasi kelsak sizlar xohlaganini silinglar. Chunki bu o'lchamni ba'zilar ishlat qilishi mumkin. Buning shunchu, lovchu, xoyu, azroq qarmush, azroq shisanjang sabatdimi? Tuzula vijimga azroq qilsanimiz. Xojo, bajo, so'ng piyoz, sinjang ustiga azroq qaynoq qo'yib, buning suyini 3 bo'lib mushuni ustiga qo'ydim. Bir yoqdan qo'yib, bir yoqdan dashtirdim. Chunki bunda qilganda mantibak shirinlik chiqadi, ham ta'mli bo'ldi. So'ng piyozni ushaq chanab, uning issiq mayni qo'ydim ustiga. Shuning bilan biraqli shuntik mizik biraqli ta'mi chiqib ketdi. Eng oxirida shoyudni azroq qo'yib o'tdimiz. Xohlasangiz sinjangni ushaq chanab salasanglar bo'ladi. Shuning bilan qiymati tayyor bo'ldi. Mana ximir mushundaq chiroyli bo'lganda, chaylimayla mushtaq uzatimiz. 20 gram atrofida bo'z bo'ldi. Bek kichik majilsi. Undan nasim kelib qolganda unda desam bo'lmaydi. Bir tozim yagishdi boshini yevetimi. Tugishdan burun bak qiymini lansang sap qo'yamiz biza. Tugish oson bo'ladi. Buni mandek tugimiz. Ondan ustiga sho'sungdim kichik bir tal qo'yib qo'yamiz. Bek umaq bek chiroyli chiqadi. Buni men ikkinisiga qilib ko'rsatib qo'ydim. Bu manti chuqum bek qushaq bo'lish kerak a. Ataganda balla bir narsa yegizganmiz mushmatini qilib qo'ysangiz bir kapamda birini yevetadi. Shunday yeyish bo'ladi. Suv qaynagandan boshlab vaqt hesaplaymiz. 10 minut o'tirdi, 3 minut demlaymiz evitimiz. Do'konning ichini shunchalik mezlik puroq oldi. Uyinglarga mehmon kelganda qilsanglarmi, bek ko'rkam chiqadi bu mantamini. Agar mush usulni qilib o'xshamay qolsa, menga gapiringlar, men evitay.